Hürmetli televizyon kögüçüler, hazır körüvatkanlar Şinjan Televiziya istansida Xuyu Medeniyet Taqı şirketi bilen Şinjan Elbudara Medeniyet Media Çeklik şirketi birleşip İmran Xalqara Soğudu Çeklik şirketindeki qolluşda yolu koygan notuq sözleş karakterdeki programma ula şundaq deydi. Ondaqda ula zadi nemi deydi? Ula kimle? Ula bizniki rayonumuzda her saha herkes tirişip özniki neticelerini ve muvaffaqiyatlarini berpa qilgan kişiler. Biz ularninki hayat keçmişleri ve turmuş təsiratları bilen ortaklaşımız. Hepsi emmeylen birlikte bir VCR göreyli. Mana bu söyümlük ustaz 10, 11, 12 növetlik memleketlik xalq qurultayının vekili. Şinjan Üniversiteti Hayatlık Fen Texnikisi İnstitutunun profesörü, doktor aspirant yetekçisi. Şinjan Üniversiteti Hayatlık İlmi ve Texnik İnstitutunun sabık muavin müdiri. Qo'shimcha Şinjan Muhacirlar Birleşmesining muavin raisi. Avtonom rayon bo'yicha gavdilik to'p qo'shgan munavvar mutaxassis. Mamlakatlik emgak namunachisi. Şinjan Üniversitetining munavvar fan texnika boshlovchisi. Munavvar partiya a'zosi Abdulla Abbas. Professor Abdulla Abbas ko'p qatim mamlakatlik namunalik o'qituvchi mukofoti, fan texnika taraqqiyot mukofoti, emgak namunchilik mukofotiga erishgan bo'lib, u tuzgan lishaynologiya darsligi davlatlik ma'rif ministrlik tarafidan birinchi darajalik munavvar darsligiga erishgan. U davlat ichi sirtidagi yadroliq va nupuzliq matbuotlarda jami 90 necha parcha ilmiy maqola e'lon qilgan bo'lib, buning ichida 5 parchasi mamlakat bo'yicha birinchi darajalik munavvar ilmiy maqola mukofotiga erishgan. Uning Şinjan lishayniklari, Şinjan zamburuq bilan lishayniklari qatorliq fan texnik asarlari nashr qildirilib, avtonom rayonimiz, jumladan elimiz hayotlik fan texnikasi uchun qo'llanilmoqda. Bugungi mehmonni tanıştırıp ötsem, Memleket Xalq Qurultayının vekili Şinjan Üniversiteti Hayatlık Fen Texnikisi İnstitutunun profesörü, doktor aspirant yetekçisi Abdullah Abbas efendim. Karşı alınız. Siz şu uzun mezgillerden beri şu hayatlık fen texnikisi bilen, yani biyologiya tadqiqat bilen şug'ullanyapsiz. Shundoq. Siz hayatlıkni qanday tushunasiz? Biologiya nuqsan aytgan chog'da hayatlık nemdan derak berdi demakchi. Ammush hayat hujayrasini uni tadqiq qilib, uni insonlar uchun tunutish, uni bizniki fan tadqiqot o'qitishlarimizda butun odamga bildirish bu bizning o'rtaq maqsadimiz. Shuning uchun hayatlikni buni qadrlash, uni o'z joyida ishlatib, o'z joyida shu boyliqlarni ichib foydalanish bizniki o'rtaq maqsadimiz. Shunlashqa men o'zim o'qituvchi bo'lish nuqtai nazardan shu biologiyadagi hayotlikni o'zimni o'quvchilarimga uqtirish uchun tirishib, shu kasblar bilan bu bolalarni o'qitdim. Bu meniki yana bir o'rtaq o'zimlik o'ylaganlarim. Sizniki shu notingizni bir anglasak, marhamat. Men şu kichik vaqtlarimda şu boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'larimda men tog'larga chiqatdim. Tog'larga chiqib, shu yerda rangarang gullarni, har xil kepenaklarni, har xil qurt qo'ng'izlarni, yovvoyi hayvonlarni uchirtatdim. Uchirtib, nima uchun bular shundoq cho'ng kichikligida farqi bor? Ranglaridami yana shunday farqi bor? Ularniki o's alayligida nima shundoq cho'ng farqlar bor deb shularni o'ylaydigan. O'ylab undan keyin vaqtda men rasmiy bu biologiya kasbi o'qimaganligim uchun men o'zim bularga javob topolmaydim. Lekin uni men kallamga xuddi kompyuterga hujjat saqlagandek kallamga saqlab qo'ygan. Keyin boshlang'ich maktabni tugatib o'rta maktab kirdim, o'rta maktabni tugatib oliy maktab kirdim. Shuning bilan oliy maktab kirgan vaqtda meniki tanlagan kasbim nima degan vaqtda biologiya kasbini tanladim. Nimishga mening ana shu kichik vaqtlarimda shu ko'rganlarim har xil ashunaq g'ayriy holatdagi, rangarang holatdagi jonliqlar, hayotliklarni ko'rgandan keyin bu demak biologiya munosabatlik. Shunlashqa men shu kichik vaqtimdagi kallamga saqlab qo'ygan hujjatlarniki javobini tepish uchun biologiya o'qisam bo'ladi ekan deb biologiyani o'qidim. Biologiyani o'qib men o'qish bitgandan keyin uniki yana shu bizniki burunqi biologiya fakultetiga o'qituvchilikqa qolib qoldim. O'qituvchilik qolib qolgandan keyin men buni nimadan boshladim degan vaqtda men ish taqsimot qilgan chog'da men shu botanika kafedrasida shuningda ishlasam,
aşı o'simliklarni tadqiq qilib, shu o'zimning kichik vaqtda o'ylagan narsaniki, shuni o'rganib, bilib, shuni javobini tepib, undan keyin shu topgan javoblarni, o'rgangan bilimlarni o'zimniki olgan o'quvchilarimga o'rtaq qilsam, shularni o'rgatsam deb o'ylar bilan men shu biologiya kasbiniki botanika tarafdan o'zim o'rganishni boshlab, shuni tirishdim. Men o'zim shu o'quvchilarni elib shu Tianshan tog'lariga, Altay tog'lariga, egiz tog'larga, cho'nqur saylarga, jiralarga kirib, aşağıda o'simliklarniki turlarini tadqiq qilib, bu yerda bolalar bilan birlikda övrishkilarni elib, övrishkilarni qatirib, undan keyin uni akelib, bolalar bilan birlikda uni ismlarini bekitib, aniqlab chiqdik. Shundaqlam ularniki ekologiyalik tarqalishi, morfologiyalik tuzilishi, anatomiyalik tuzilishi degandek har qaysi taraflarni uni biz tadqiq qildik. Tadqiq qilish jarayonida meniki yetakligan o'quvchilarim bu tarafdan nurg'unlagan bilimlarni oldi, o'rgandi. Shundaqlam bu jarayonda menmi o'zimniki shu kichik vaqtlarim o'ylagan savollarimga, shu saqlab qo'ygan hujjatlarga texmi cho'nqurlagan holda javoblarni topdim, texmi ilgirgan holda shu botanika kasbiga bo'lgan o'zimniki qiziqishim cho'nqurlashdi. Shuning bilanki men oxirida bu tarafdan nurg'unlagan yangiliklarni yaratishga tirishdim. Endi 90-yillarga kelgan vaqtda ben 91-yili dotsent bo'lib saylandim. 95-yilga kelgan chaqda professor bo'lib, professor unvonini oldim. Endi qarsam shu o'simliklar taksonomiyasini, yuqoridagi o'simliklarni tadqiq qilishni boshlab ishlaysam, uningdan meniki ustozlarim, boshqa odamlar buni degan allaqachon boshlab tadqiq qilgan. Ataqlıq botanika alim Linneymo o'simliklar taksonomiyasida sistemlik tadqiqotni boshlab, shu vaqtda atib bular ishlagan. Bundan men ham tadqiqot temasi ilib ishlashga, davlatga tadqiqot temalari iltimos qilishni o'ylasam, demak buni tadqiqot temasi ola olaymanmi yo'qmi? Bundan men boshqalar oldiga ketgan ahvolida men buni yana boshqalarni qo'g'lab yetib, uningda yangilik yarata olaymanmi yo'qmi degan men sizda cho'nqur o'ylashib, oxirida men Şinjan'da zade o'simliklarga tava mushkil turlardan zade qaysi xil turlar tadqiq qilingan buni izni shapadim. Izni shaperib oxirida qarsam lishayniklarniki tadqiqoti Şinjan'da hech kim ishlab boqmabdi. Bu bir bo'shliq ekan. Shundaqqa men mush lishayniklar to'g'risida o'zimning tadqiqotimni boshlashni o'ylashdim. Ben Nanjing Şifandashida Vujinongda bir professor baka shu qarsam shu lishayniklar tadqiqotida xil bir maqolani yozib ekan. Shunda u kishiga men xat yozdim. Xat yozgandan keyin bir oydan keyin menga javob keldi. Shunda u kishini yeniga berib men yerim yil turib mush lishayniklar tadqiqot to'g'risida maxsus mushini o'rganib qaytdim. Undan keyin davlatlik tabiiy fanlar fondiga 1990-yili birinchi bo'lib bir tadqiqot temasi iltimos qildim. Iltimos qilsam, shu yilning o'zida menga tadqiqot temasini tasdiqlab tushiribdi. Buningda menga 4 ming pul, yana 40 ming ham pul berdi. Buning bilan men bu tadqiqotni boshlab, undan keyin 93-yil kelgan chaqda davlatlik tabiiy fanlar fondidan Ma'rif ministerligidan, keyin bu kadrlar ministerligidan, fan texnika ministerligidan, Abnur rayonniki xalq hukumatdan 200 davr olqigan mutaxassislarni tarbiyalash bir plani tuzgan ekan. Shuningga bizning maktab bir son beribdi, maktabdan meni shu berib, shu tarbiyalashga qatnashib kelishga avatdi. Buni bilan men Jungo Fanlar akademiyasiniki mikrobiologiya tadqiqot o'rniga bordim. Berib u yerda 2 yil tarbiyalanib kelib, u yerda texnik lishayniklar bo'lgan ko'z qarashim, tadqiqot uslublarimda cho'nqurlashish, texnik zo'r natijalar qo'lga keltirish bo'ldi. Shuning bilan 12 Osiyoning o'zida 93-yildan keyin ikkinchi davlatlik tadqiqot temasini iltimos qildim. Iltimos qilib, umi darhol tasdiqlanib tushdi. Shuning bilan oqoqini ulab o'tirib, men hozirgacha bu yil yana bir 850 millionlik tadqiqot temasini birini oldim. 13 davlatlik tadqiqot temasini
iltimos qilib, uni g'albilik tamomlab, anken mushu lishayniklardagi bo'lgan tadqiqotni taqim cho'nqurlashtirdim. Endi men o'zim yolg'iz otning chengi chiqmas, dengi chiqmas degan bir maqol tamsil bor. Shu bo'yicha men o'zim yolg'iz ishlasam, endi buningda men onchilik jiq natija ortib ketishga, uning o'zim yetishib ketamasligim ko'zim yetib, shundan keyin oxirida 98-yil kelgan chaqda magistr aspirantlik qabul qilish o'qituvchiligini iltimos qildim. Tasdiqlanib tushdi. Endi 2003-yil kelgan chaqda men doktor aspirant qabul qilish huquqiga erishdim. Shuning bilan shu doktor aspirant qabul qilish sharoiti bilan meniki texmo shu bizniki qo'shinimizda, shu lichaynik qo'shinimizda odam kuchi tadqiqotchilar texnik chiqib boshladi. Mushu lishayniklarni tadqiq qilishda bir rasmiy Hanzuj aytgan chaqda Jungguo Xinjiang Daxue Jungguo Xibei Gahanqu Diyi Yanjiu Zhongxin deb mushnaq bir sentrni tadqiqot sentrini qurib chiqdik. Buning bilan bizniki mushu ishlayotgan odamlarimiz, o'quvchilarimiz ko'payib, bizniki natijalarimiz texmo zo'rayishga boshladi. Anken mushu davlat ishlanmamiz xalqaradimi bizni taniydigan lishaynik tadqiqotgan olimlar shunday ko'p bo'ldi. Shu biz lishayniklar mushu tadqiqot sentrini qurgandan keyin bizniki magistr aspirantlarimiz, doktorlarimiz ko'paydi, ularning tadqiqot jihatdagi natijalari zo'raydi, ko'paydi. Buning bilan hozirgi bizniki mushu tadqiqot qo'shinimiz burunqi oxirgi sanalgan 1-o'rindan hozir mamlakat bo'yicha sanalgan 2-o'ringa o'tdik. Bu bizniki bir zo'r natijamizga betishga bo'ladi. Yana 5 yil xizmat ishlaydigan vaqtim bor. Shu vaqtchilik bo'lganda men yana ko'plagan shu lishaynik sohasidagi tadqiqotchilarni taqim ko'paytirib bizniki Jungoniki bo'lib Xinjiang rayoni shu lishaynik tadqiqotini aytib bir bo'shliq o'rin bo'lganligi uchun uning ustiga Xinjiangdagi yer territoriyasini aytib doirasi keng bir o'rin bo'lganligi uchun demak buningda bizniki lishayniklarning turlari ko'p. Demak buni biz Jungoga, dunyoga to'ntirish uchun tirishib, texim ko'p natijalarni qo'lga keltirishga biz zo'r g'ayrat bilan ishlashga umid bog'layapmiz. Mushu kasb tarafdan bo'lsin, mayli turmush tarafdan bo'lsin, biz mushu dunyoga kelgandan keyin bizning o'zimizniki, hayotimizniki qandoq o'tkazish, qandoq yashash, xo'shal qo'ram o'tkazishmi, yoki bo'lmasa g'am qo'yg'i bilan o'tkazishmi, bu hammasi o'zimizning tirishchiligimizga bog'liq. Shunlashqa jafo tatmay, mushaqqatli kunlarni boshdan o'tkazmay, hargiz xo'shallik kunlarga erishgili zo'r natijaga ega bo'lmaydi. Shunlashqa bu tarafdan shu o'tag'an yoshlar yaxshi o'ylashsanglar bo'ldi. Shu kichik vaqtlarimda shu tog'larga chiqib ko'rgan o'simliklar, har xil shu jonliqlarni ko'rish bilan shuningdan men o'zimniki shu vaqtda o'zimniki qandoq yo'l bilan mengishni, nimani tadqiq qilishni shu vaqtda hamda to'liq egallab shu yo'limni ko'rsatib olamagan bo'lsam, lekin shu vaqtda men mushu masalada qattiq o'ylashgan. Shundan oxirida biologiyadan, lishayniklardan tadqiqot berib, mushkullarga erishdim. Bu jarayonda shu bolalarni boshlab egiz tog'larga, dengiz yuzidan 4000 metrning ustidagi qarliq cho'qqalarni juduq. Bu yerdan qaytgan vaqtlarimizda qattiq yomg'irlar yog'ib ketdi, ba'zi mo'ldir yog'ib ketdi. U yerlarni jiqildik, putlarimizga yari bo'ldi. Mening pachoqlarim nurg'un yarlaba, qarash yari izlari bor qolgan burundan. Demak, mushlarni shuni aytib jabha tatqanligi ifodasi. Ko'ylon tog'lariniki 5300 metr egizligiga chiqdik. Bu yerda o'simlik yo'q, taşlarning yuzida o'sayotgan oz miqdordagi lishayniklar bor. Bu yerda o'simlik yo'q bo'lganligi uchun, yoki bo'lmasa yo'q deyarlik bo'lganligi uchun oksigen yetishmaydi. Odatda biz ishtigish mang'inimiz bilan shu tog'larda asta shu nimada osmonda laylab mang'andek ashnaq
Aşı qadimimiz asla atılmasak birdamdan başı nefes yetişmey, yüz gözlerimiz, kaltıklarımız kökürüp aşağı öküp getidu. Nefes alamaydı ki şunu da kıyınılıp getimiz. Onun ki İgiz dağlığa çıkan vaxta yeni nesle uçurdu. Bazıları şunda qattiq taşlar boğanlık için ulanı uşaq çakışqa bolqılarımızdaki kudret yetmegen için yuğan taşlarını, somku taşlarını dümümüz götürüp pəski, aşı neçə min metr pəski düşdük. Onun için muşu jarayanda şu jıqqan əvəşkilərimizni ulanı körüş küz jarayanda bizinki Cungoniki lişeyniklər tədqiqatı keyin başlanğanda bir əsr getmegen boğanlık için hem de onun da bizdeki Cungo'da şunun paylaş materyalları yok. Onu fakat şu kütüphanelere berip, kolumuzda aşına qarab oturup, köçürüp, yezip, ekilip, onun için işgirlerden materyal sorasak, ula degen bizge aşına öğretip berip, ulağı kapalat berip, yana öğretip berdiğen müşnak ahvalla. Onun için hangi materyaller yok, tolusu İngilizce, Rusça, başka tildeki materyaller. Onun bazılarını özümüz gördük, bazılarını göremgendi, başka adamların tip ula arkalık ögendik. Şunu bilen, şu materyal görüş, turmuş taraftan, dala şu tekşirişlerden, her kaysi taraflardan nurgulluğun,